بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله المعروف بالخير والكرم والغفران والامتنان المجازي البر بالبر وعلى الإحسان بالإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن الكريم المنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة الإنسان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yaratgan Parvardigorga beadad hamd va sanolar, Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salavotlarimiz bo'lsin. Juma va jamoatlarimizni, toat va ibodatlarimizni Robbim dargohida husn qabul aylasin. Xulus va niyatni, amallardagi muvaffaqiyatlarni, duodagi ijobatni, hayotdagi yaxshiliklarni Alloh o'zi bizga muyassar va hamroh qilsin. Alloh taolo Baqara surasining 168-oyatida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallohul azim. Ey odamlar, yerdagi halol va pok narsalardan yeng. Shaytonning izidan yurmang, u beayov yov ekanini unutmang deb Alloh marhamat qiladi. Bu oyat-i karima bugungi amru ma'rufning asosiy sarlavhasi. Alloh taolo bu oyat-i karimada butun bashariyatga xitob qilyapti. Nafaqat musulmonlar, mu'minlarga, vaholanki butun odamizodga. Ya ayyuhan nas, ey odamlar, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ro'y zamindagi barcha narsalarni halol va pokiza yo'ldan yeb iste'mol qiling, undan foydalaning. Va la tattabi'u khutuwatish shayton. Shaytonning izmidan yurmang, shaytonning izidan ergashmang. Innahu lakum aduwwun mubin. U sizlarga ochiq dushman, beayov yov. Qiyomat kuni ro'zi azalda bu dunyoda sizlarni adashtirishlikka, sizlarni to'g'ri yo'ldan chiqarishlikka haris u deb Alloh marhamat qiladi. Bu oyat-i karimada Alloh taolo odamlarga xitob qilib, kulu mimma fil ard dedi. Ro'y zamindagi ne'matlardan iste'mol qiling. Halalan tayyiban. Bu yerda ikkita sifat kelyapti. Birinchisi halol bo'lsin, pokiza bo'lsin. Tayyib degani pokiza, ya'ni nafs jirkanmaydigan bo'lsin. Ana endi mo'min musulmon iste'mol qilmoqchi bo'lsa, daromad qilmoqchi bo'lsa, har ikkala vasfni jam qiladi. Halollikni ham, pokizalikni ham, tozalikni ham. Mo'min musulmon daromad qiladigan narsasi nima bo'lishi kerak? Ham halol bo'lishligi kerak, ham toyib, pokiza bo'lishi kerak. Nafs undan jirkanmasin, odamizod undan o'zini olib qochmasin. Endi mo'min bo'lmagan odamlarga Alloh nima deydi? La aqal halollik normalariga, halollik me'yorlariga rioya qilmasangizda nafsingiz, odamiylik nafsi jirkanmaydigan narsaga harakat qiling. Shaytonning izmiga ergashmang. Shayton nima qiladi? Qadamma-qadam odamizodni zalolatga, odamizodni fitnaga, odamizodni yomonlikka yetaklaydi. Halollik, pokizalik barcha muvaffaqiyatlarning kalitidir. Halol va pokiza rizq, rizqdagi halollik, pokizalik me'yorlariga rioya qilish jamiyatni, odamizodni, shaxsni, oilani, butun mamlakatni obod qiladigan eng muhim omillardandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man amsa kallan min amali yadihi amsa maghfuran lah." Har kim mehnatdan, pokiza kasb va kordan charchab uxlab qolsa, tunni o'tkazsa, qotib uxlasa, tonggacha Alloh taolo gunohlarini kechiradi. Mana shu uyqusi ham gunohini kechirilishlikka sabab bo'ladi deb
Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: mehnatdan charchab uxlash ham ibodat sifatida deb Hazrati payg'ambar alayhissalom aytadilar. Payg'ambar alayhissalomning sahobiylaridan jannatga bashorat berilgan 10 sahobiydan birlari Sa'd ibn Abi Waqqos. Sa'd ibn Abi Waqqos Hazrati payg'ambar alayhissalatu vassalomga bir xizmat qiladilar. Hazrati payg'ambar alayhissalomning roziliklariga erishadilar. Payg'ambar alayhissalom o'sha onda Sa'd ibn Abi Waqqosga nima deydilar? Ey Sa'd, so'raydiganing bo'lsa, tilaging bo'lsa, tilab ber, Allohdan so'rab beray. Agar Alloh taolodan biror tilaging bo'lsa, Parvardigori olamdan biror umiding bo'lsa, qalbingga tugib yurgan narsang bo'lsa, Allohdan so'rab beray. Alloh taolo duoyimni qabul qiladi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu nima dedilar? Kattaroq narsani so'radilar. Ya Rasululloh, ud'ulloha an yaj'alani mustajabat da'wa. Ey Rasululloh, Xudoy taolodan so'rab beringki, Alloh taolo hamisha meni duoyimni qabul qilsin. Ya'ni so'raydigan bo'lsangiz, Allohdan so'rab bering, Alloh meni duoyimni qabul qilsin. Hamisha, har on, har lahza duo qilganimda Alloh ijobat qilsin. Payg'ambar alayhissalatu vassalom qo'llarini ko'tarib aytishlari mumkin edi: "Ya Rob, Sa'dning duosini qabul qilgin." Sa'd jannatga bashorat berilgan 10 ta sahobiydan, duosi qabul bo'ladiganlardan, inshaalloh payg'ambar alayhissalatu vassalomning maktablarini ko'rganlardan. Sa'd nojo'ya duo qilmaydilar. Sa'd radhiyallohu ta'ala anhu noto'g'ri duo qilmaydilar. Payg'ambar alayhissalom qo'l ko'tarib so'rashlari mumkin edi: "Ya Alloh, shu Sa'd duosi qabul bo'ladiganlardan bo'lsin." Payg'ambar alayhissalatu vassalom quchog'ini keng oldilar. Qiyomatgacha nazar qildilar. Aytdilarki: "Ya Sa'd, atib mat'amak tustajab da'vatuk." Ey Sa'd, daromadni halol va pokiza qilsang, duoying ijobat bo'laveradi dedilar. Ya'ni daromading pokiza bo'lsa, daromadni halol va pokiza qilsang, sening duoying qabul bo'laveradi ey Sa'd dedilar. Bu Sa'd ibn Abi Waqqosga ham xush xabar edi. U kishidan keyin qiyomatgacha keladigan barcha mu'minga xush xabar edi. Hazrati payg'ambar alayhissalatu vassalomdan Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man akala tayyiban wa amila fi sunnatin wa amina an-nasu bawa'iqahu dakhala al-jannah." Hazrati Rasul akram alayhissalatu vassalom shunday hadisni aytdilarki, hammamizga bu mujda, hammamizga bu xush xabar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: kimiki 3 sifatni jamlasa jannatga kiradi. 3 sifatni jamlang, jannatga kiring. Birinchisi, man akala tayyiban. Kim daromadi halol bo'lsa, haloldan yesa, daromad qilishda, yeyishda, kiyinishda va hokazoda iqtisodda halollik me'yoriga rioya qilsa, va amila fi sunnah, meni yo'limdan yursa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilsa, va aminan nasu bawa'iqahu, odamlar undan xavfsiramasalar. Bir yomonlik qilishi mumkin, bir falon qilishi mumkin. Odamlar undan xavfsiramasalar, jannatga kiradi dedilar. 3 ta xislat: iqtisodda halollik me'yoriga rioya qilishlik, o'zi hayotda dinga amal qilishligi, ijtimoiy munosabatlarda salomat bo'lishligi, odamlar undan yomonlikni kutmasliklari, xavfsiramasliklari. Demak, o'zi ham pok, dinga amal qiladi, daromadi ham pok, ijtimoiy munosabati ham zo'r, jannatga kiradi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Faqala rajul, sahobalardan biri nima dedi? Ya Rasululloh, inna hadhal yawma fin-nasi lakathir. Ey Rasululloh, maşallah, bunaqalar bugungi kunimizda bisyor dedi. Bunaqalar sahobalar jamiyatda bisyor. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Va sayakunu fi qurunin ba'di." Ey sahobam,
bundaylar Xudo xohlasa qiyomatgacha ham bisyor bo'laveradi, ko'p bo'laveradi deb Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Bu xushxabar. Shariat har zamon, har vaqtda, har makonda, har xil vaziyatda amal qilib bo'ladigan ilohiy dastur. Odamiy zotni saodatmand qila oladigan rabboniy marhamat. Payg'ambar alayhissalom dedilar, ha endi sahobalar mendan keyin bunaqalar bo'lmaydi demadilar. Va bundaqalar dedilar, bunday odamlar, bunday sifatlar jam bo'lgan odamlar qiyomatgacha ham davom etaveradi. Modomiki yaxshi odamlar bor, hayot gurkirrab yashnayveradi. La taqumus saatu illa ala shirarin nas. Qiyomat esa yomonlar ustiga qoyim bo'ladi deb payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar. Qala Zubayr ibn Awwam radhiyallohu anhu, innal mala fihi sana'i' al-ma'ruf wa silatur rahm wa nafaqatun fi sabilillah wa 'awnun ala husnil khulq va fihi ma'a zalika sharafud dunya wa lazzatuha. Zubayr ibn al-Awwam payg'ambar alayhissalomning sahobiylarining ulug'laridan birlari aytadilar. Mol-u dunyoda ko'p yaxshilik bor. Mol-u dunyosi bor odam savob ishlarni ko'proq qilish imkoniyatiga ega. Mol-u dunyosi bor odam qavmi qarindoshiga yaxshilik qilish imkoniyatiga ega. Mol-u dunyosi bor odam Alloh taolo yo'lida ko'p infoq va ihson qilish imkoniyatiga ega. Mol-u dunyo odamni xulq va atvorini chiroyli qiladi. O'z navbatida mol-u dunyoda yaxshi yashash, dunyoga solih amallarni qilish, dunyo ne'matlaridan foydalanish bor. Zubayr ibn Avvom payg'ambar alayhissalatu vassalomning maktablaridan ta'lim olib aytadilar-ki, dunyodan yuz o'girmanglar. Zohidlik, tarki dunyolik yo'lni tanlamanglar. Dunyoda mo'min banda ham dunyosini, ham oxiratini obod qilish, mol va davlatni dunyo va oxirat saodati uchun safarbar qilish imkoniyati bor deydilar. Abdulloh ibn Muborak radhiyallohu anhu va rahimahu aytadilar: Raddu dirhami min ash-shubha ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100,000 dirham. Bir dirham shubhadan qilgan daromadimni egasiga qaytarish men uchun 100,000 dirham nafaqa va ihson qilishdan afzal deydilar. Molimga bir dirham nojo'ya, noshoyista mol kirgan bo'lsa, shuni egasiga qaytarish, shubhadan xoli bo'lish 100,000 dirham molni ihson qilishdan men uchun menga afzal deb Ibn Muborak aytadilar. Sahlut Tustari rahimahulloh nima deydilar? Man akala al-harom asat jawarihuhu sha'a am aba alima aw lam ya'lam. Alloh panoh bersin. Halollik me'yoriga rioya qilmasa, Alloh taolo harom degan hadda chegaraga turmasa, moliga harom qo'shilsa, daromadiga harom bo'lsa, albatta gunoh qiladi deydilar. Xohlasam, xohlamasam. Uning a'zosi o'ziga bo'ysunmaydi deydilar. Albatta gunoh qiladi, albatta ma'siyat qiladi. Bilsa ham, bilmasa ham, xohlasa ham, xohlamasa ham deb aytgan ekanlar. Bu Alloh taoloning oyati Baqara surasida aytganimizdek, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba va la tattabi'u khutuwatish shayton. Halol va pokizalik me'yoriga rioya qilinglar ey odamlar, shaytonning iziga ergashmang. Shayton dunyoni chiroyli qilib ko'rsatadi. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, kambag'al bo'lib qolasiz deydi va sizlarni yomonlikka undaydi. Daromad nopok bo'lsa, a'zolar ham, atrof ham, mavjudot ham sizga bo'ysunmay qo'yadi deb Sahal radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Mol dunyo albatta hisob kitobi bor narsa. Mol dunyo imkoniyatni kengaytiradi. Pul, olimlar aytganlaridek, mol mulk hamma narsa emas, lekin odamiy zotdagi harakat, imkoniyat kengligini ta'minlaydigan bir vosita. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar-ki, "Zu dirhamayni
ashaddu hisaban min zi dirham. Kimiki 2 dirhami bo'lsa, qiyomatda u bandaning hisobi 1 dirhamlikdan ko'proq bo'ladi. 1 dirhamlikdan ko'ra qiyinroq kechadi deb aytgan ekanlar. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar, quyidagi so'zlarni va qasam ichardilar. So'zim shunday derdilar: "Ma a'azza ahadun ad-dirhama illa azallahulloh." Kimiki mol-u dunyoga qul bo'lsa, Alloh taolo uni xalqlarga qul qilib qo'yadi deb aytardilar. Kimiki molga, dunyoga qul bo'lsa, Alloh taolo uni boshqalarga qul qilib qo'yadi. Alloh taolo uni xoru zalil qilib qo'yadi. Sahoba ikromlar mol va dunyo qo'llarida edi, lekin qalblarida emasdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom faqat utiya lahu mafatihu khazain al-ardiyya, ruy zaminning xazinalarining kaliti, xazinalarining joyi Payg'ambar alayhissalatu vassalomga berilgandi. Arsh sohibi Hazrati Rasuli Akram alayhissalatu vassalomga payg'ambarlik va nubuvvatni bergandi. Eng ulug' maqom. Alloh taolo payg'ambar alayhissalatu vassalomga Hazrati Rasulullohga Qur'onni berdi. Eng ulug' xazina. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga jannat bilan do'zaxni ko'rsatdi. Isro va Miroj kabi buyuk voqealarni berdi. Hazrati Rasulullohga Alloh bir katta imorat, qasr bera olmasdimi? Payg'ambar alayhissalatu vassalomga Madina-i Munavvarani bir shaharchani jannat qilib bera olmasdimi? Va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Bo'l desa bo'ladi. Nima bu ruy zamin? Alloh taolo zamin va zamon, mavjudot va maxluqotlarning egasi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom vafot qildilar. Hech narsalari deyarli yo'q edi. Ozgina, necha sodiqdir yerlari bor edi Fadakda va uyda bir ikkita narsalari bor edi. Hatto bir odamdan qarzga bug'doy yoki arpa olib ishlatgandilar. O'shanda qalqonlari garovga turgandi. Payg'ambar alayhissalom bo'yrov ustiga jonlari chiqdi. Hazrati Rasuli Akram alayhissalatu vassalomni uylarini, kiyimlarini, idishlarini, ulovlarini sahoba-i kiromlar bizlarga birma-bir aytib berdilar. Falondaqa tuyalari bor edi, falondaqa otlari bor edi, falondaqa xachirlari bor edi. Payg'ambar alayhissalomning uylari bunaqa edi. Payg'ambar alayhissalomning yaktaklari bunaqa edi. Payg'ambar alayhissalomning idishlari, xontaxtalari shunaqa edi deb sahoba-i kiromlar aytadilar. Nima uchun? Chunki ular sanoqli edi. Benihoya emasdi. Har joyga bir imorat va har joyga bir ko'shk va qasr yo'q edi. Payg'ambar alayhissalomni taxlab qo'ygan javonlarda kiyimlari yo'q edi. Garderoblari to'la emas edi. Payg'ambar alayhissalom bittasini kiyardilar, ba'zida sahobiy kelib shuni so'rasa, yechib berardilar, uni o'rniga ikkinchi kiyimlari yo'q edi. Sahobiy kelib aytardi: "Bilarding-ku, Payg'ambar alayhissalatu vassalomga boshqa kiyim yo'qligini. Nima uchun so'rab olding?" deb sahobalar aytardilar. O'zi poku, dili poku, tili pok. Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'zlari da'vat qilgan e'tiqodga avval o'zlari amal qila oldilar. Amalda eng yuqori, yuksak darajani ko'rsata oldilar. Payg'ambar alayhissalom bekorga bu so'zni aytmaydilar. Ana atqakum lillah va akhshakum la. Sizlarni ichlaringizda Xudodan eng mukammal qo'rqadiganingiz men bo'laman dedilar. Sahoba-i kiromlar ko'rib turibdilar. Birortasining qalbidan yolg'on, undoq bo'lmasa kerak degan gap o'tmasdi. Payg'ambar alayhissalom o'zlari da'vat qilgan narsaga, o'zlarini e'tiqodlariga, Qur'oni Karimga, hadisi sharifga o'zlari amal qila olgan birinchi shaxs qiyomatgacha endi unaqa shaxs kelmaydi. Gapi bilan ishi, e'tiqodi bilan amali bir xil keladigan odam, payg'ambar alayhissalatu vassalomdek bo'ladigan odam
Hatto u kishiga yaqinlashadigan odam ham qiyomatgacha kelmaydi. Kim u zoti bo barakotga yaqin bo'lishni xohlasa, u zotning sunnatlariga amal qilsa, o'sha darajaga yaqinlashadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Hazrati Umar ibn Xattob, Hazrati Usmon ibn Affon, Hazrati Ali Zinnurayn Abu Turob yaqinlashdilar. Shuning uchun yarim dunyoni o'z zamonasida esa butun dunyoni egallagan, butun dunyoni fath qilgan, hozirgi islom o'lkalarining 80% ga islom dinini yetkazgan kimlar? Sahobiylar. Sahobalar tirik edilar. Hozirgi islom dunyosining 80% fath bo'lib bo'lgandi. Nima uchun? G'oya va amalning kuchliligidan. Allohning oyatini eshitdilar, amal qildilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu nima dedilar? Biz 10 ta oyatni payg'ambar alayhissalomdan o'rganardik, yodlardik, amal qilardik, hayotimiz va vujudimizga singdirardik, keyin ikkinchi 10 ta oyatni olardik. Abdulloh ibn Umardek zaki, o'tkir Hazrati Umarning o'g'illari, payg'ambar alayhissalomning izdoshlari, zehni zokiralari zarbul masal qilinadigan yosh yigit Baqara surasini 2,5 yilda yodladi. 2,5 yilda. Tobiin nima dedi? Ey ibn Umar, zehni zakovatdan ham Xudo bergan ekanda, bir Baqara surasini ham 2,5 yilda yodlaydimi? Abdulloh ibn Umar nima dedilar? Ey bolam, unaqa emas. Qur'on bu quruq o'qilinadigan kitob emas, bu amal kitobi bu. Amal kitobi bu. Biz 10 ta oyatni o'rganardik, o'qirdik, singdirardik, keyin ikkinchisi 10 talikka o'tardik deb Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu marhamat qilib aytdilar. Inshaalloh mana shunday darajalarga hammamiz intilmoqimiz darkor. Hadisni o'qigan odam, yuqoridagi Imom Termiziyning hadislarini eshitgan odamning qalbiga bahoriy nasim shabada esadi. Kimiki rizqi halol bo'lsa, sunnatga amal qilsa, odamlar undan yaxshilik kutsalar, yomonligidan xavfsiramasalar, jannati. Har birimiz uchun mezoni me'yor. Inshaalloh mening molim haloldanmi, rizqim haloldanmi? Sunnatga amal qilyapmanmi? Ibodatlarni, amallarni qilyapmanmi? Odamlar men haqqimda qanday fikrda bo'lsalar kerak? Ular meni yaxshi deyshadimi yoki qorasi ko'rinmasa yaxshiroq edi deyshadimi? Ana shunga amal qilsak, payg'ambar alayhissalom va sahobiylarning izlariga ergashib boraveramiz inshaalloh. Payg'ambar alayhissalom zamonlaridan, saodat asridan uzoqlashaversa, albatta nima bo'ladi? Zamondagi ba'zi salbiy hodisalar ko'payadi. Payg'ambar alayhissalom zamonidan uzoqlashganimiz sari, qiyomatga yaqinlashganimiz sari Alloh taolo ba'zi imtihonlarni yuboradi, ba'zi sinovlarni yuboradi. Iqtisodda, ijtimoiy munosabatlarda, oilaviy munosabatlarda mana shundan biz chiroyli o'tib olishimiz kerak. Xususan bu millatiki bir asr zanjirband yotdi. Aqli ham zanjirlandi. Qalbi ham qulflandi. Oyoq qo'li ham bog'landi. Gullari hammasi yulib olindi. Quldan farqi qolmadi. Omma va olamon degan nomni oldi. Hatto o'zidan ham, millatidan ham, tilidan ham, dinidan ham uyaladigan bir darajaga tushib qoldi. Bu millat alhamdulillah bugun uyg'ondi. Bugun dinga kirdi. Minglab odamlar juma va jamoatda, masjidlari eng obod go'shalar. Alhamdulillah. Namozxonlari eng toju sarlar, imomlari to'rda. Inshaalloh bu yaxshilik ne'mati, yaxshilik alomati, xayr baraka alomati, o'zlikni tanish alomati. Bir kuni bir og'aynimiz keldilar. Aytdilarki, men oddiy bir kosib navoiyman dedilar. 91-yillar, bundan falon yil oldin, 30 yildan ortiq, 91-yil dedilar. Navoiylik qilardim. Bir korxonada ijorada o'tirardim. O'sha korxonani mas'ullari bilan kelishib, gazni o'g'richa, ruxsatsiz yoqardik va uni pulini korxonaning hisobidan berib yuborardik. Ibodatga kirdim, namozga kirdim, umraga bormoqchiman,
Xudoni oldiga qanday boraman? Vaholanki men o'sha payt ruxsat berilmagan ishni qilganman. Hisoblab chiqdim. 50-60 qop unni o'zlashtirgan ekanman. O'sha paytda o'zlashtirgan pulim 50-60 qop bo'lar ekan. Shuni kimga beray? Qanday beray? Qanday chiqaray? Allohu akbar. Modomiki bunday odamlar bor ekan, qiyomat bo'lmaydi. İçimizde unday odamlar bisyor. 35 yil oldin o'tgan daromadi isida. Buni xotiriga qaytarishlik uchun qanchalik u mehnat qilgan. O'sha zamonni pulini hisoblagan, o'sha zamonni unini hisoblagan, o'sha zamonni gazini hisoblagan. Shuni chiqargan, shu yergacha olib kelgan. O'zi oddiy kosib, kun ko'radi kosibchiligi bilan. Yosh ham nafaqa yoshiga borib qolgan. Ana endi nima deyaptilar? Naq pulni chiqarib beraman, 50-60 qop unni pulini beraman deyaptilar. Allohu akbar. Ana kimiki rizqi halol bo'lsa, sunnatga amal qilsa, odamlarga yaxshilik qilsa, jannatga kiradi. Ya Rasululloh, bundaqalar hozir bisyor, keyin nima bo'ladi? Hey sahobiy, keyingilar bu yo'lni davom ettirib oldingilariga ergashadi. Robbanagfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka raufur rahim deb o'tganlarni haqqiga duo ham qiladi. Alloh rizqimizni halol qilsin, hisob kitobimizni oson qilsin. Alloh oldiga borganda yuzimizni yorug' qilsin. Odamlar ham bizni ko'rganlarida mashalloh bir xayrli odam kelyapti, barakotli odam kelyapti. Shu kelsa bir yaxshilik bo'ladi degan inshaalloh fikru xayolda yurmoqliklarini Alloh nasibi muyassar aylasin.